Hurmatli aka, ukalar, opa-singillar, mana shu videoga ozgina e'tibor qilinglar. Assalomu alaykum. Hamma sog' salomat, tinch omonmi? U kanaldan bu kanalga sakrab, to'g'risi o'zimni ishlarimdan ham oshanib, bu yangi kanalga video joylay olmay qoldim. Buning uchun kuzatuvchilardan uzr so'rayman. O'rtoqlar, sizlarga bitta yangilik aytmoqchiman. Men mana bu o'zi kuylab chiqqan qo'shiqlarni mazmunidaqa xatti-harakati qilmaydigan, tili boshqa, dili boshqa, soxtakor san'atkor, madaniyatimizni madaniyatsizlaridan bezor bo'lganimdan qo'shiq ham eshitmay qo'ydim. O'zim yangi bir qaror qabul qildim. Juda ham bir ajoyib shirin, odamga yoqimli, so'zlari ham juda ham ma'noli qo'shiqlar chiqib qolyapti-da internetda. Ko'cha-ko'yda ham eshitib qolyapman. Bu qo'shiqlarni so'rab surishtirsam, ijrosi kim ekan deb tavba qildim. Sun'iy ekan bu qo'shiqlar. Sun'iy intellekt yordamida yaratilayotgan qo'shiqlar ekan. Zo'r ekan, qaranglar. Shaxsiy hayoti yo'q. Olib chiqib internetda hammani boshini og'ritadigan, o'zini o'zi sharmanda qiladigan, eri yo'q, qator xotini bor, o'ynashi bor. Xotini yo'q. Masalan, oilani qadriga yetmaydigan yoki erni qadriga yetmadi deb eri orqasidan shikoyat qilib, jalba qilib yursa, qizlar talashsa yoki bo'lmasam o'g'il bolalar uchun aytyapman. Xullas kalom zo'r narsa ekan. Mana shu sun'iy intellekt yordamida kim qo'shiqlar yaratib odamlarga taqdim qilayotgan bo'lsa, otingga rahmat. Qandingni ur. Baraka top. Zo'r ish qilibsan. Yarim yalang'och bo'lib kiyinib chiqib olib odamlarning asabini buzmaydi ekan. Eng qiziq tomoni. Jinni ketdi, qishloq odamlarini ustidan kuladigan dovdircha, saviyasi past, bema'ni odamni g'azabini keltiradigan kliplar olib xalqni asabini buzmaydi ekan. Bo'ldi, bitta rasm faqatgina bosib qo'yib, tagida qo'shiq jaranglab yotibdi. So'zi ham go'zal. Ovoz ham eshitsangiz maza qiladigan. Kuylari bir-biriga tushgan. Bo'lar ekan-u. Yulduz Usmonova nalog haqida isyon qilib chiqqanida. Qo'shiqchilarni yo'q qilaringlar. To'ylarni ham marakalar bilan haqiqa qilib o'tkazinglar. Tavba qilib. Umralarga har yili borib kelib, Qur'onlarni ushab olib, o'tinchani yoqib olib, ilmdan xabari bor odam obrazida gavdalanadigan Yulduz Usmonovani bir qarasam, haqiqiy bu islomda bor udum, islomda bor marosim. Diniy suhbatlar, ilmiy suhbatlar bilan o'tkaziladigan marosimlarga qarab tosh otib qolsa, mikrofon kelib qopti meni oldimga deb hayron qolibman, tavba qildim. Bitta og'izdan ham unaqa, ham bunaqa gap chiqaverar ekan-a. Aytmasdan hech kim qo'shiq san'atni o'zi o'ldirib oldinglar deb kimga qarab aytdi u gapni? Rahbarlarga qarab aytdimi? Xalqqa qarab aytdimi? Manzili qayerda edi bu gapni? Uni ham bilmadim. Agar xalqqa qarab aytgan bo'lsangiz, xalq o'ldirmadi. San'atni o'zingizlar o'ldiryapsizlar degan edim. Narigi kanaldagi murojaatimda. Xullas kalom, Yulduz Usmonova bemalol pensiyaga chiqib ketavering. Ancha-muncha atrofingizdagilarni ham yig'ishtirib kelsangiz ham mayli. Bo'lar ekan mana. Rosa qo'shiq eshitgimiz kelib ketsa, sun'iy intellekt yordamida yaralgan qo'shiqlarni eshitaveramiz. Hech xafa bo'lmaymiz. To'g'risi ham-da. O'g'limni uylasam, to'y tomosha qilsam, men dang'ir-dung'ir o'yin kulgi bilan qilmoqchi bo'lsam agar, Yulduz Usmonovani olib kelmasam, birorta otarchini olib kelarman. Shu xalqdan chiqqan, xalq ichida yurgan, sponsori yo'q, siz aytgandek boya o'ynashi yo'q. Biror kim olib kelarman men. To'ydan bosh chiqmaydigan, sahna ko'rmaganni. Mayli, unga ham tirikchilik kerak edi. Minnamni rozi bo'laman bergan pulimga. Baribir siz ham kelib og'zingizni qimirlatib, yo fonogramma yo jonli aytasiz, dunyoda pulini olib ketasiz. Oho! Sizni to'yimga taklif qilgani men 2 marta dunyoga kelib ishlashim kerak.
Chunki men amaldorning qizi emasman, ministrning ikkinchi xotini emasman. Lekin alhamdulillah aqli farosati es-hushi joyida, Allohni tanigan, iymonli, insofli, onasiga mehribon, odamlarga mehribon, vatanini yaxshi ko'radigan, Xudosini taniydigan solih bir farzandni onasiman. Shu uchun san'atkorlar haqida tanqidiy chiqishlarimni ko'rib, kuyyapsanmi deganlar, siz o'sha erdan chiqib erga tegib, homiylariga xotin bo'lish evaziga sahnada mashhur bo'lganlaringiz meni hayotimga havas qilsa, kerak bo'lsa. Xo'pmi? Ko'rishamiz. Men bekatga yaqinlashib qoldim. O'zinglar ehtiyot qilinglar. Hammanglarni sun'iy intellekt yordamida yaratilgan qo'shiqlarni bir eshitib ko'rishga chaqiraman. Allohga omonat bo'linglar.